Uje imkon berishga vijdonim ham qolmadi. Sen meni shunaqa paytimda tashlab ketding, eshit meni gapimni. Sen meni shunaqa paytimda tashlab ketding, pulim yo'q, puliga muhtoj, atrofda mehr talab bo'lgan paytimda tashlab ketding. Undan keyin aytganman, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deganman. Sen nima qilding? Hech narsaga qaramasdan yangi yigit topding, ketding. Uni qo'lida nima bo'lding? Xor bo'lding, to'g'rimi? To'g'rimi? Endi battar bo'l. Endi meni tomosha qil. Qanaqa baxtli yashashimni. Seni o'sha meni hech qachon odam bo'lmaydi bu hech qachon hayotda bir nimagadir erisha olmaydi deganlar bilan birga meni baxtimni tomosha qil. Ayolimni, farzandlarimni qanaqa baxtli qilishimni faqat tomosha qil bo'ldi. Agar mabodo eshit, meni gapimni eshit. Sen faqat eshitasan, gapirish haqqing yo'q, sen eshitdingmi? Bu hayotda sen yo'q insonsan. Bitta gap esingga tushib ketdi. Mayli alda, mayli kul, qaytar dunyo tayyor tur degan. Shu narsa seni boshingga tushdi. Mayli, o'zing yo'l tanlading, o'zing baxting, o'zing xohlaganingni qil bu yog'iga. Men sen bilan endi ishim yo'q. Sen menga keraksiz. Men senga kerak bo'lsam, sen menga keraksiz. Bo'ldi, senga boshqa gapim yo'q. Axir aytdim shuni deyaptim. Sen meni Sevdim tamam